jamoaviy ayniqsa o'tkazilgan viktorinalarda, yakka holdagi o'sha viktorinalarda hamda shaxmat o'yinlarida qatnashgan bizning xodimlar juda o'zini erkin his qilib, ma'naviy ozuqa oldi desak ham bo'ladi. Tojik, o'zbek tili bir-biriga chambarchasligi bilindi. Ayniqsa turk tilidan ham savollar juda mukammal bo'ldi. Bitta qiziqarli joyi karandash so'zi turk tilidan olingan ekan. Bu o'zim uchun juda katta yangilik bo'ldi. Bu tadbirlar bizda ko'p bo'lib turadi. Yana ham shunga oid qiziqarli savol-javoblar mana bugun bo'ldi. Har xil 3 ta toifada bo'ldi. Shaxmat, viktorina, aql sharti, keyin qiziqarli o'yin. Har xil toifada bo'lgani uchun juda qiziqarli shartlar bo'ldi. Juda bir hamma asosan yoshlar qatnashgani uchun hamma o'ziga bilimlar oldi. Yanada bilimini kuchaytirib oldi. Bunday tadbirlar kerak ekan. Hamma iliq taassurot bilan ketishdi. O'zi iliq taassurot bilan qabul qilishganda bunaqa darajada bo'lishini kutmagan hech kim. Shunaqa bir yaxshi o'tkazdikki, juda ajoyib bo'ldi bugungi tadbirimiz. Bunday tadbirlarni yana ham tez-tez tashkillashtirib turishga harakat qilamiz. Davomiy bo'ladi.